Assalomu alaykum, hurmatli brifing tinglovchilari. Sirdaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati Guliston tuman bo'limi tomonidan joriy yilda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha ma'lumot berib o'taman. Guliston tumani bo'yicha 26 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud bo'lib, yashovchi aholining 13733 ta aholi Sirdaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati Guliston tumani bilan shartnoma qilgan. Markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlangan darajasi 94.9% tashkil qiladi. Murojaatlar bo'yicha gapirib o'tsam, Guliston tuman suv ta'minoti bo'limiga 2025-yil boshiga shu vaqtga qadar jami 375 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, shundan virtual murojaatlar 101 ta, rahbar sayyor qabulidan kelib tushgan murojaatlar 32 ta, tashkilotlardan kelib tushgan murojaatlar 64 ta, yozma murojaatlar 14 ta, fuqarolardan og'zaki va telefon orqali kelib tushgan murojaatlar 164 ta ni tashkil qiladi. Murojaatlardan ko'rib chiqish jarayonida 9 ta huquqiy ma'lumot berish orqali hal qilingan, 2 ta murojaat mablag' bilan bog'liqligi sababli uzoq muddatga olingan va 364 ta murojaat ijobiy hal qilingan. Debitor qarzdorlik bo'yicha ma'lumot bersam, tuman suv ta'minoti bo'limi tomonidan foydalanilgan ichimlik suvi bo'yicha qarzdorlik jami jismoniy shaxslardan 2 milliard 836 millionni joriy yil boshiga tashkil qilgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib 2 milliard 82 millionga qisqartirishga erishilgan. Bajarilgan ishlar bo'yicha ma'lumot bersam, Sirdaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati Guliston tuman bo'limi joriy yilning dekabr oyiga qadar Hamid Olimjon mahallasida 500 metr, Oqoltin mahallasida 400 metr, Alisher Navoiy mahallasida 350 metr, Soybobod mahallasida 830 metr suv tarmoqlari tortilgan. Terakzor, Baxmal, Tajribakor va Sharq haqiqatdagi mahallalardagi suv minorasiga joylashtirilgan transformatorlar qayta remont qilinib, joyiga o'rnatilgan. Jami 10 ta mahallada ichimlik suv minorasi qudug'idagi nasoslar 25 ta jami nasoslar qayta remont qilinib, joyiga joylashtirilgan. 84 metr ichimlik suvidagi nosozliklar ta'mirlangan. Tuman hududida kunlik mavjud bo'lgan avariya ishlari ro'yxatga olinib, avariya guruhi tomonidan ta'mirlash, tiklash ishlari olib borilmoqda. Shu jumladan kelgusida Jahon banki mablag'lari hisobidan dasturga kiritilgan mahallalar bo'yicha ma'lumot bersam, jami 16 ta mahalla dasturga kiritilgan bo'lib, shundan 11 ta yangi ichimlik suvi minorasi, 19 ta suv minorasini rekonstruksiya qilish, 12960 metr yangi ichimlik suv tarmog'i tortish, 54340 kilometr tarmog'imizni rekonstruksiya qilish belgilab qo'yilgan. Hamda Dehqonobod shaharchamizning 4 ta mahallasi kanalizatsiya tarmoqlarini tortish rejalashtirilgan. Dastur asosida ishlar to'liq yakunlangandan so'ng aholi 100% toza ichimlik suv bilan ta'minlanish belgilab qo'yilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.